boshqa. Zo'r bo'lgan. Kraskani xillari bo'ladi, har xil kraska, benzin salarkadan kraskalar hidi bo'ladi. Toza bo'lgan bu xona. Bu yerda ko'proq qo'ygan edik. Eng hid degani bir oyog'ini hidi bo'ladi. Mana bu xonaga kraskalar bilan ana ustan oyog'ini hidi qo'yib ketganda nima ximikalar qo'ydim. Foyda qilmagan edi. Eng toza xona shu xona bo'lgan. Bu yerda ko'proq 2 soatmi, 2,5 soat yo'q qo'ydik. Adashmasam, rosa hidi zo'r, eng toza hidi shu yer bo'lgan. Bu yerda kirib bo'lmas edi, eshiklarni ochib qo'ymasa. Bu yerga necha minut qo'yildi? DTBga 1 soatdan ziyod qo'ydik bu yerga. 1 soatdan ziyod qo'yildi. Ziyod qo'ydik, 2 soatga qo'ydik-da. Ana bu yerga 20 minut qo'ydik, lekin mana bu tepasi ana u natija bo'lgani uchun hidi bor. Bu xonada hid bor, bu xonaga kamroq qo'ydik, bu yerda kamroq hid bor. Bu yerda kamroq. Lekin bu yerda ko'proq qilgan. Hid nimani hidi? Azonni hidi. O'zini ichida toza. Kraskani hidi sal bordi, lekin ana u xonada chist toza bo'lgan. Oshxonada xolodilnikda tuxum qolib ketgan edi. Bu russasigandı. Bu qancha vaqt turgan o tuxum? Dedi bir oycha turgan edi. İçi polni mag'urlab ketganmi xolodilnikda? Xolodilnik ichida. Eshikni ochingchi bir ko'raylikchi. Bu yerga necha minut qo'yildi? Bu yerga Betimir yarim soatdan ziyodroq qo'ydik shekilli. Mana xolodilnik cho'tki. Hech qanaqa hid yo'q. Hid yo'q, cho'tki emas. Abdullah. Zo'r. Xursandsiz, Azon bilan обработка qilgan. Bo'lmasa nima ximiyalar qildim, foyda qilmagan edi. Magazindan, korzinkadan bor, bliznya, azelit, nima bo'lsa olib kelib qo'shib yuvdim, qo'limga pechatki bo'lib ketmadi. Ana bu pollarni rangi ketdi kraskasini, lekin hidi ketmagan edi. Zo'r effekti zo'r. Demak, mana shu kraskani hidi, aboyni kleyni hidi, tuxumni mana shu aynib qolgan tuxumni hidi, natijnoyni hidi, shu tuxum qolib ketgan palag'da tuxumni hidi, hammasi ketdi. Rosa tuxum mag'urlab, yorilib, rosa hidi dabdala bo'lgan ekan. Ana betsam deb o'ylab o'tirdim o'zim. U xonada ana naski qolib ketganmi, nima bo'lgan rabochiyni? Bo'lani eshikni montaj qilsin deb qo'yib ketgan edik. Naskisini televizor orqasidan topib oldim. 1 yildan buyon hidi ketmasdi. Har xil asujitlar keltirib qo'ydim. Ketishidan oldin asujitlarni qo'yib ketaman. Foyda qilmadi. Foyda qilgan yo'qman. 1 yil? 1 yil yo'qdan endi. Xudo xolasa ana shu 1 yil bo'ladi-da. 1 soat qo'ydik, kelib turib yo'q bo'ldi. Yo'q bo'ldi. Ana 1 soatda yechib bo'ladi. Shunday bo'ldi. Rahmat.